Assalomu alaykum kuzatuvchilar, qo'lpilni ko'chat ishqibozlari. Mana qo'lpilni ko'chatlarimiz xudo xolisa sotuvga tayyor bo'lyapti. Bugun 10-avgust, 20-avgustdan sotuvni boshlaymiz. 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastavkalar qilib beramiz. Buning nomi italyanskiy qora shahzoda. O'sha erta bahor, kech kuzak juda hosilni zo'r beradi. Yozda ham beradi, bermaydi. Bas hozir mevalarni bir qator ko'rsatib o'taman. Yozda havoning issiqligini hisobiga tez pishib qoladi, maydaroq qoladi. Uning uchun ustini salqin qilsa bo'ladi. Endi hozir biz bu yil ustini yopmaganimiz uchun maydaroq qoldi. Ya'ni 1 oydan keyingi holatini yana video qilib ko'rsatamiz, salqin tushgandan keyin. Rassa ser hosil bo'ladi. Hozir ham mevalar bor, mevalarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keyin ko'pchilik aytadi, ko'chatning narxi necha pul deydi. Endi obyomiga qarab 1600 so'mdan 2200 so'mgacha kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Katta ob'yomlarga kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Kichkina ob'yomlarga ham 5% dan 20% gacha ko'chat qo'shib beriladi. Kimgadir shunaqangi ko'chatlar kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'ling.